Assalomu alaykum, hurmatli yaqinlar. Mana biz navbatdagi obyektimiz ham tayyor qilishdi. Bu obyektimiz Samarqand viloyati sayohatga kelyapti. 370 joyga tushdi, balandligi 15 dan bo'ldi. Burchaga aylana bo'ldi mana. Mana pastdan ham ko'rsatib o'taman akalar. Tevalarni mana lecha qilib berganmiz, mana lecha ham orqacha bo'ldi mana. Mana pastdan ko'rsatib o'tamiz. Tevadan sho'latlari mana. Juda ajoyib holatda bo'ldi. Hop, mana yo'llardan ko'rinish holatlari mana. Hop. Mana holatlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Doimo xizmatdamiz. Hop, mana uzoqdan ko'rinish holatlar o'qinglar. Mana. Juda ham ajoyib holatda.